Gapirayotganda ustiga gapirmanglar. U gapiradi, sen gapirasan. Ertaga dublyajda bir-birini ustiga chiqib ketadi. Vijdon azobi serialning nomini o'ziyoq insonni o'ylantira oladi. Yana yuzimni yerga qaratib nima ish qilib yuribsan? Nima endi? Ota-onasi yo'q deb qo'lingizga kelgan ish qilaverasizmi? Mazkur kartina oddiy o'zbek xonadonlarida kechadigan voqealarni aks ettirgan. Kuchli aktyorlar jamoasi esa uni yanada ta'sirli chiqishini ta'minlagan. Men rolimda endi qiyinchiliklar ko'p bo'ldi. Katta rol bo'lgani uchun qiynalgan, yetim, buvisi bilan katta bo'ladigan qiz roli. Serial 6 oy davomida tasvirga olindi. Bu jarayon esa oson bo'lmadi, deydi rejissyor Dilshod Ahmedov. Har bitta rejissyorni o'zini aytmoqchi bo'lgan gapi bu o'zini serialida yoki kinosida mujassam bo'ladi. Ko'tarmoqchi bo'lgan narsam oila muqaddasligi, farzand ne'mat, bu ulug' ne'mat. Undan tashqari har bir odamni sog'lig'i, birinchi navbatda turadigan bu sog'lig'i, eng o'ziga berilgan ne'matlarni ko'z bilan ko'rish mumkin emas bo'lgan ne'matlarni ko'rishga tavsiya qilish bizning shu maqsadimiz, niyatimiz. Dada, men boqdim. Shoira, seni oyib bo'ladi qizim. 40 qismdan iborat ushbu serial tomoshabinni mushohada qilishga, atrofga o'zgacha ko'z bilan qarashga undaydi. Voy senim, ko'zni oching. Shu anonslar ketishidan bizani tinch qo'yishmayapti. Qachon beradi, voqealar nima bo'ladi, davomi qanaqa bo'ladi, boshqa savollar bilan ko'p tashlashyapti tomoshabinlar. Eringni ko'rib qoldim. O'ylayapti shekilli. Endi telekanalimiz muxlislari 1-noyabrdan boshlab dushanbadan jumagacha kechki soat 21:30 da ushbu serialni ko'rishlari mumkin.